Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli klientlarim. Mana bu men 33 yildan beri o'sha Chaqar oshxonasini boshqarib keldim. Mana qarang, endi 33 yilda biz juda ham katta yutuqlarga erishdik. Chunki bizni el tanidi, yurt tanidi, elda xizmatini qildik, izzat hurmat oldik, obro' topdik. Allohga shukr, mana shuncha yildan beri mana Chaqar oshdi elga tanitilib, endi bugungi kunda Xudo nasib etsa mana pensiya gashtini surib yuribmiz. Endi bundan buyog'ini o'g'lim mana Jamoljon Jiyanov mana shu korxonani davomchisi bo'ladi. Shu korxonani davom etkizib, Xudo nasib etsa mendan keyingi mana shu rahbarchiligini, mendan keyingi mana shu korxonani egasiligini davom etkazadi. Xudo nasib etib, bu ham mendek qarisa, nasib bo'lsa farzandlariga o'tkazib beradi. Ammo shunday biz va'da berganmizki, o'zimizga o'zimiz Xudo nasib etsa elga, yurtga xizmat qilamiz deganmiz. Mana 33 yildan beri xizmat qilib kelyapman. Bundan keyin ham yana kerak bo'lsa 50 yil xizmat qilishga tayyormiz. Allohim hammangizga kuch-quvvat bersin. Xudo nasib etsa Jamol o'g'limga kuch-quvvat bersin. Elda xizmatda charchamasin, obro' topsin. Men shuni tilakdoshman. Sog' salomat bo'lingizlar. Rahmat.